Birodarlar, qizlar, qiz farzandlar jahannamdan parda ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadislarida. Ikkita qizing bormi, ikkita singling bormi, opang bormi, kim bor? Chiroyli muomala qilsang, tarbiya qilsang, yedirsang, ichirsang, turmushni uzatsang, sen uchun jannat deyapti. O'g'il tug'sa, deb xursand bo'lamiz, qiz desa, hali balon qo'yib yuboradi-da. Subhanalloh, qiz ham farzand, o'g'il ham farzand. Qizni ham Alloh beradi, o'g'ilni ham Alloh beradi. Sen qayerdan bilasan, o'g'il foydami senga, qiz foydami? Ya'ni qiz bolani hurmatli ekanligi, muhtaram ekanligi mana shu hadislardan bilinib turibdi. Birodarlar, qizlar, qiz farzandlar jahannamdan parda ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadislarida. Ikkita qizing bormi, ikkita singling bormi, opang bormi, kim bor? Chiroyli muomala qilsang, tarbiya qilsang, yedirsang, ichirsang, turmushni uzatsang, sen uchun jannat deyapti. O'g'il tug'sa, deb xursand bo'lamiz, qiz desa, hali balon qo'yib yuboradi-da. Subhanalloh, qiz ham farzand, o'g'il ham farzand. Qizni ham Alloh beradi, o'g'ilni ham Alloh beradi. Sen qayerdan bilasan, o'g'il foydami senga, qiz foydami? Ya'ni qiz bolani hurmatli ekanligi, muhtaram ekanligi mana shu hadislardan bilinib turibdi.